Ha. Oxma basot. Yuring ustoz, shuncha keldik, kiramiz ichkariga. Bismillah. Lekin bu yoqdan keldi, lekin adashmaysizlar, chunki g'or og'zida shunaqa qaranglar, daraxt bor. Bu ham bitta mo'jizadir. Assalomu alaykum hammaga. 20-oktyabr soat 8:20. Biz bugun Qashqadaryo viloyati G'ilon qishlog'iga keldik. Toshkentda 12:00 da qo'zg'aldik. Kechasi ustoz Matay to'g'ri joydan olamiz. Mashina ko'rinib turibdi. Mayli, turibdi. Hech kim e'tibor bermaydi. Ha, davay tayda. Ustoz, biz bu yoqqa nimaga keldik? Hammaga assalomu alaykum. Bu yerda g'or bor, Kamar Farmon degan g'or. Bu G'ilon qishlog'i, Qashqadaryoning viloyatida. Hozir xudo xolisa biz chiqamiz, sizlar tomosha qilinglar. Biz dengiz sathida 2150 balandlikda turibmiz. Bu yerga yengil mashinada kelsanglar bo'ladi. Xohlasa g'orga tushgandan keyin yoritib ko'rsatamiz xohlasa. Bizimda tepadan tushib, mana yo'li bilan keldik. Xudo xolisa Qashqadaryo G'ilon qishlog'idagi Kamar Farmonga 10 metr qoldi. Hali o'zim ko'rmadim, prosta birga ko'raylik degan ma'noda. Xo'p, kelishdan boshqa teshik bor. Grutcha. Aytmoqchi, soatimiz 8:40. Bunaqa ko'p yuriladigan trek emas. Ana biz qidirgan g'or. Voy. Ana kelmagan joyingizga, bilmagan joyingizga kelib shunaqa joylarda o'zingiz kashf qilasiz. Endi bu kashf qilingan, endi o'zingiz uchun kashf qilasiz. Tabriklayman ustoz. Og'ir ahvolda ekan. Kamar Farmon. Bu 21 g'orlarga kiritilgan. Buni joyi bu yoqqa keladiganlar обязательно установка qilish kerak. Okey. Chiqib ketgan. Buni ichkariga bekitib qo'yamizmi? Yo'q, turibdi. Ana olmadik даже. Nima? Fanarik. Ana telefonni qanaqa? Ketdi. Bismillah. Kirish joyi katta koridor. Uxdi. Bag'ishni xonalar ketdi. Фонарики вы забыли, как всегда. Идем теперь. Что ли? Фонарик. Здесь дальше идет. Дальше. Она сужается. И что там? Ой. Manimcha dalshi kiriladi. Уже oxiriga keldik menimcha. Еще yo'l bor, faqat men sig'mayman bu yoqqa.
Lekin tepadan qanaqadir havo kiryapti. Dirka bo'lsa kerak. G'or og'zi bir 15 metr bor, ustoz? Ну, отсюда, да, где-то метров 20, наверное, есть. Можем сейчас намерить даже. Спускаемся. Mana tepa taraflar. Ayoqqacha borsa bo'ladi-yu, lekin riskovat qilmayman. Я включил теперь фонарик, хочу посмотреть тоже, что там. Хорошо. Ускоря. Продолжение. Qanaqadir yo'l bor o'xshaydi. Сюда нету. Сюда. А вот тут есть. Lekin suv qanaqadir ichkari. Komnatniydi уже. Men ustimda qalin edi. Ko'cha sovuq. Biz ancha kirib ketdik ichkariga. Hali kim keladigan bo'lsa, fonarlarni esdan chiqarmanglar. Chunki borich ko'rsatadi. Yana 21 g'orimizni mana ko'na yana bitta g'orimizni tugatamiz. Ну да, это метров 20, наверное, длина. Ну, без никаких особенностей. Я имею в виду, что нет здесь. Qalin kiyimlarda kirdi, terlab ketdim bora. Suv. Lekin eng zo'r narsa mana panorama vid. Qaranglar. Ustoz, nima deysiz keladigan odamlarga? Kelinglar, chunki bu yerda nafaqat g'or bor, faqat bitta g'or uchun kelish, конечно, balkim skучныйroq bo'ladi, lekin G'ilonni qishlog'i tabiati vashi boshqacha. Ayniqsa bahorda kelsangiz, menimcha vpечатлениyalar, emotsiyalar boshqacha bo'ladi. 100% ishontiraman. Esingizda qoladigan sayohat bo'ladi. Bu 2200 atrofida cho'qqa. Bu ham baland cho'qqa. Biz ham balandda turibmiz. 2100 da turibmiz. Ana ustoz, tabriklayman. Yana bitta yana bitta g'or yopildi. Ana kamari farmon. Kunning ikkinchi yarmi aholisi bizni Qashqadaryo viloyatini Kitob tumaniga Hazrati Bashir mahallasiga keldik. Bu yergacha ham bemalol yengil mashinada kelsa bo'ladi. Mana shu tog'ni yana yoni bo'ylab ketilar ekan. Aholisi Hazrati Bashir g'origa borganda to'liqroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Keyin bu yerda Hazrati Bashir qishlog'ida ziyoratgoh bor ekan. Bu yerda ham g'or bor ekan. Xudo xolasa tepadagi g'ordan tushib pastga ziyoratgohga kirib ko'ramiz. Bu yerda agar qanaqadir rivoyatlar yoki nima deydi, ishonchli ma'lumotlar bo'lsa, bu yerdan ham o'sha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Soatimizni Xudo xolasa
12 bo'pti. Bizni Kamar Farmondan 11 da chiqdik. 1 soatlik yo'l. Bu ikkinchi lokatsiyamiz. Daha kelib bir ham ko'tarildik. Qaranglar. O'skijo. O'zini poy bo'lib tushib ketgan. Tepaga chiqib, yana dal yuriladi. Bu yerda odamlarga qulay bo'lsin deb toshlardan zina poy qilib ishlangan. Bunaqa opasniy emas. Hayot uchun menga yoqqan joy mana shu. Hozir ko'rsataman buni. Mana shu joyga tomman. Past qishloq, Hazrat Bashir qishlog'i. Tepada Hazrat Bashir g'ori bor. Xolis shu yoqqa chiqyapmiz. Yo'llari qanaqa? Zina poyiga o'xshaydi. Mo'jiza. Mana qaranglar, bir xil. Orasi bir xil. Katta kichkina joyi yo'q. Shuncha yil tolada yurib bunaqa mo'jizaviy joy ko'rganman. Qaranglar. Pastda tepaga bir xil qoyil. Toshlarni relyefini qaranglar. Kimdir tirnab qo'ygan. Xudo xolasa buni qoldi. Shu yo'l bo'ylab archadan o'tgandan keyin, archa emas, daraxt ekan. Daraxtdan o'tgandan keyin og'zi ko'rinsa kerak. Shunaqa qurilgan hashay. Bu aholisi mol qo'y boqmaganmi deymanda. Juda ham ko'p hashaydi. Bahorda kelsa odam bo'y baravar o'tli o'syotar ekan o'tli. Aholisi ozgina qoldi. Aholisi soatimiz 1 bo'ldi. O'zi plan bo'yicha aholisi 1 da shu cho'qqida bo'lishimiz edi. Cho'qqi deganda shu cho'qqida joylashgan g'or. Mana atrof. Lekin bu yoqdan keldi, lekin adashmaysizlar, chunki g'or og'zida shunaqa qaranglar daraxt bor. Bu ham bitta mo'jizadir. Kim o'ylabdi deysizlar g'or oldida daraxt borligi. Men bu g'orni rasmini ko'rganimda, xudo xolasa buni videoni tagiga qo'yaman. Daraxt yo'q edi. Biz hozir deb yana bitta mo'jizadir. Yo jarli. To'g'rimiz. Bu tog'li orqasi Samarqand bo'ladi. Biz turgan joy Qashqadaryo. Xonasi ustoz bilan keldik. 2 kishi. G'or og'zini ko'rmadim. Mana shu Hazrati Bashir. Biz xudo xolasa shu g'ordan kelgan pastga tushamiz. Hazrati Bashir ziyoratgohi bor ekan. Shu yerda to'liq ma'lumotlarni olamiz, xudo xolasa.
birinchi marta kelyapman. Bu salqinligini juda ham salqin. Bu dengiz sathida 1200 balandlikda joylashgan g'orimiz. O'zinglar bilan yaxshi oyoq kiyim olinglar. Microsoftga dedim. Ozgina tapanchulik bo'pti. Hozir salqin. Bismillah deb turamiz. Hazrati Bashar. Yana bitta g'orimizni nihoyasi Qashqadaryoda. Bu 5-g'orimiz Qashqadaryoda. Yo 6-chi. Chunki erta bahorda Amur Temur g'orida bo'ldik. Amur Temur g'ori bu bizning 6-g'orimiz. Hazrati Bashar. Yana xohlasa 2ta g'orimiz bor. Chilsin bilan Suvatar. Inshaalloh bu yoqqa tez orada boramiz. Bu lekin katta g'ora hisoblanuvchi. Men bu yoqqa kelishdan oldin ma'lumotlarni ko'rganimda, mana bu kichkina tuynik, keyin katta zali bor edi. Yuring kiramiz, ustoz. Yoki katta g'ori bor. Ha? Men ko'rdim videoda. Ana, ustoz, bu yerda ancha joy bor. Yuring. Ketdi. O'tga kelganda fonar olish kerak, chunki g'or og'zi yopiq. Qorong'i degani hayajonda har xil gaplarni gapiraverman. Hozir ichkariga kiramiz, xohlasa. Endi odamni bitta o'zi kelganda sal vahima bosadi, chunki hozir kuz oyi. Har xil hayvonlar bo'lishi mumkin bu yerda. Kirganda kiramizmi? Nima deysizlar? Kiramizmi? Ketdi. Bismillah. Bu yerda qo'ylar bo'lganmi? Lekin bitta o'zim qo'rqaman. Bitta o'zim qo'rqaman lekin. Sa. Vahima bosyapti. Yuring, ustoz, shuncha keldik, kiramiz ichkariga. Bismillah. Ichkari. Men bilmayman kim qazigan. Lapatkada qazilmagan lekin. Toshlari. Mana qarang. Кто-то копает под себя. Nega qazilgan? Xo'p. Bismillah. Bitta chelak bor ekan. Suvni. Anichi bo'ldimi, yana yuramizmi? Давай. Nima deymiz? Давай дальше до конца. Bo'ldi, boshqa yo'q ekan. Lekin qo'rqonman. Давай. Боится. Vahima bosyapti. Bismillah. Страшно, что сюда приехать. Yo, realni. Anaqa sal vahima bosyapti. Lekin nam qanaqadir yer. Zax. Voy, mana katta ekan. Uxti. O, katta zal. Voy. Bismillah. Bu yerda qazishganmi, nima qilishgan? Ha, tepasi. Bu yerda 4-5 metr bor kattaligi. Qazigan bu yerda.
u yana ketyapti yoqqa. Yo'q anaqa bormanimcha yana. Qushlavami? Ana bundan suvlar bor ekan. Voy. Voho. Mashallah, вообще katta gut. Yana eng katta zali. Voy, qoyil. O'zinglar bilan fanar olib kelsanglar. Vo, mana bu yerda dars yo'l bor ekan. To'xtang. Voy. Tosh chiqarib osilib turishini. Lekin baqirmang ustoz bu yerda. Qorong'iligiga sol vaqma bosotdi. Ustoz qalay bo'tdi g'orimiz. Nima deysiz? Bu yoqqa keladigan odamlarga. Fanar esdan qolib ketmasin, faqat fanar. Biz ikkinchi marta fanar esdan qolib ketyapti. Lekin ichkariga bir 30 metr kirdik-a biz. Zal qatdan keldi. O'zi mana bu ham qanaqadir ko'lab qo'yishganmi, joy bormi ekan? Sirpanchu. Yo'q. Ha, bu yoqdan keldi. Yo'q, yo'l yo'q bo'lib qolsa, ustoz. Ha, mana shundan keldingiz. Qo'y. Видно. Уже страшно стало. Ha, mana yorug'lik. Qo'y. Выход. Ha. Voy boshim. Voy, yomon urdim. Ay. Anqay yurish kerak emas. Nega odam terlab ketdi bu yerda. Qanaqadir sovuqdi, keyin issiq bo'lib ketdi. Voy. Вообще. Voy. Yorug'ligi yetmaydi-da. Ha, dahshat. Ana. G'orrog'zi. Ozgina syomka qilamiz. Rasmlarga tushib, xudo xolisa uyga qaytamiz. Bu yoqqa kelinglar. Nima olib kelishni ham bilib oldinglar. Ustoz, umringiz bino bo'lib shunaqa joy ko'rganmiz. Dahshat joy. Boshqa joylarni ko'rganman. Ikkita tarafi bir xil, mana tekis. Qaranglar. Mana Xitoy devorini ichida tashqi zinapoyalari bo'ladi. Toni. Xitoy devorida mana bunday yo'llar bor. Pastga qarab tushib keturasizlar. Ajoyib bo'lgan. Mo'jiza bu ham. Mana endi to'g'risi soqoqda bor. Juda ham qisqa yo'lda. Soqoqdagi, lekin devorlar bunaqa tekis emasdi. Bu yerda ko'zlarni ko'rib xuddi odamlar uchun bu o'yin tabiat qo'yilgan. Tabiat chaqirganga gaplar kelmayapti. Shunaqa zinapoyalar. Men hech qayerda ko'rmaganman bunaqa narsani. Kesinglar, ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Soatimiz 2 bo'ldi. Mashallah. 1 soatda chiqdik, 1 soatda tushdik. Oddiy, yengil mashinada kelsanglar bo'ladi. Shu eng oxirgi stankadan keyin boshlaysizlar. Ustoz, bugungi kun to'g'risida nima deysiz? Har kun degidek qiyin bo'ldi menga.
Nima uchun? Bilasiz, kecha turim bor edi, Ispaga chiqdik. O'zi salkam 25 kilometr adashasa, 25-26. Shu bilan kecha kechqurun chiqib keldik. Lekin amalimizga yetdik. Ikkita g'or yurdik, bordik. Shunaqa chiroyli manzara. Kuz fasl menga juda ham yoqar ekan. O'zi bahorga chiqsam tog'ga men aytaman, "Voy, bahor eng zo'r payt" desam, kuzga chiqsam men aytaman, "Yo'q, по-моему, eng zo'r kuz." Men bilmayman. Просто bir-biri bilan solishtirish kerak emas ekan, o'zimga qaror keldim. Chunki bu ham o'zgacha, bu ham o'zgacha. Kelinglar, ko'ringlar, juda ham chiroyli manzara ham, yo'l ham o'zgacha chiroyli. Ну, faqat sherik topinglar o'zingizga yaxshi. Sherik yaxshi bo'lsa, любой yo'l ham, g'or ham, tog' ham zo'r bo'ladi. Sherik yaxshi emas bo'lsa, Ma'lumotlar qayerdan olishadi? ma'lumotlar nima? G'orga kelish apasini. Ma'lumotlar anu Goritsda bor. Hamma ma'lumotlar, o'tda hamma professionallar bor. O'tda Yaroslav bor, Denisenkomi, hamma zo'r bolalar. Kimda so'rasangiz, hamma aytib berishadi, tushuntirish berishadi. Agar xohlasanglar, men Alisherga ham murojaat qilsanglar, hech qachon yo'q demaydi u. Bu bola любойga yordam beradi. Panda Trevo. Birga qolinglar, shunaqa chiroyli sarguzashtlarni birga ko'ramiz. Yetganlardagi toqqa chiqqanda ozgina ma'lumot yig'ib, keyin chiqinglar, chunki hayotinglar birinchi o'rinda, o'zinglarning joninglar. Omon bo'linglar. Ko'rgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Yana tog'da ko'rishguncha. Like bosinglar, podpiska bo'linglar Alisherga. Obuna bo'linglar, lekin yaxshi olib boradi o'zini. Anosi Instagram'i ham mana bunga podpishchik bo'lgan. Ziyoratgohga kelsanglar, Shobax suv bor ekan. Killaxona yotgan joylari. Bu archa. 650 yoshda ekan. Maqbaradan yaxshi turibdi, maqbaramiz. Yani tepada ekan maqbara. Masjidimiz, oxiratxonasi. Bu yerda shifobaxsh suv ham bor ekan. Odamlar kelib suv olishar ekan. Birinchi marta kelishim. Agar ziyorat qilaman desanglar, kelib ziyorat qilsanglar bo'ladi. Endi bu Avliyozod deb odam bo'lgan ekan. Hazrati Bashir. Ma'lumot yo'q, shuning uchun bir narsa deya olmayman, xato gapirib qo'ymayman.